Bundan keyin men aytganman, meni ustimdan hech kim kulishi shart emas. Kulishigacha olib bormasdan o'saman. Tushuntirib bera oldimmi? Men ham o'tirsam, meni ham yana ustimdan kulishni boshlashadi, men yana ketaman oldinga. O'shangacha olib bormaslik kerak. Bu xuddi bir qadam oldin, ikki qadam orqaga o'xshaydi-da. Pul tili ajoyib narsa ekan, zo'r tushuntiryapsiz. Ha, men o'zimni ko'ryapman. Nima qilay? Tushunmadim. Tushunarli. Pul tilini tushunmaganlar bormi? Yana birorta misolda tushuntiray, keyin ishlashga o'tamiz. Menga yana meni pul tilim hech kim yordam bermasa keyin o'zimni qurollarimni ishga solaman. Ungacha kutaman. Shunaqa edim oldin. Ungacha kutaman. Erimdan kutaman. Erga tekkan opalarimdan kutaman. Yana yerdan topib olishdan kutardim. Endi bu oldingi eski. Keyin hech kim bermaydi-ku. Hech kim bermadi. Keyin bo'ldida o'zimni qurollarimni o'zim qanday qilib pul keltira olaman, shuni ishga solaman. O'sha uchun ana shu pul tilini yaxshilab tushunib olishimiz uchun Xudo hamma joydan to'sib o'tiradi qizlar pulimizni. Zo'r tushuntirayotgan bo'ladi. Bittaga tushunmaymiz-ku, keyin mana masalan menga qachonki hech kim pul bermasa, keyin pul topaman deyapman-ku. Birinchi bitta odam pul bermaydi. Yuraveramiz. Ha, unisi berar deb. Keyin ikkinchi odam, keyin 10 ta odam pul bermayotgandan keyin уже bo'ldi. Bu ketishda hozir men pulsiz qolaman, nimadir qilishim kerak. Ana. Уже men tushundim. Hamma pul bermaganda tushundim. Balo bormi shungacha olib borganchada, qarang. Qanchalik Xudo bizga faqat yaxshi narsalarni ravo ko'radi-da. Sen o'sishing kerak, o'zingkini ochishing kerak deb. To'g'ri, Nigina Boboyeva. Men tushunmadim. Endi ham tushunmadingizmi? Nargiza Quramboyeva. Demak, hamma o'zi harakat qiladi. Yo'q, hozir ko'rib chiqamiz, o'shanga qarab. Qanday bo'lsa qanday. Men o'zimnikini aytdim-da, men xulosani aytyapman. Shoshilmang. Hammada har xil. Lekin baribir harakatga borib taqaladi. Tushundim. Zo'r. Xo'p, endi boshlaymiz. Ikki xil ishlaymiz, qaranglar. Birinchisi odamlar bilan munosabat ishlaymiz. Odamlar bilan gaplashish tili. Ikkinchisi keyin pul tili. Sizlarga kengroq, chuqurroq beryapman-da. Pul chunki munosabat bilan bog'liq. Agar faqat pulni o'zini bersam, odamlar bilan munosabatlaringiz yaxshilanmasa, baribir zo'r natijaga chiqa olmaysizlar. Mana pul o'sishim uchun hech kim pul bermas ekan. Shunday. Biza xafa bo'lib yillab o'tkazib. Birinchisi yozib olinglar. Har safar odamlar men bilan qanday munosabat qiladi? Har safar odam